Hürmetli vatandaş, siz dikkat kıladigan yani bir haber, tövendeki haber. Mavzu munda. Amerika, Hindistan. Jungo Hindistan chegarasida urushga tayyorlik qilish belgilik harbiy manevr o'tkazdi. Mavzuli xabar 9-oyning 19-kuni Yer shari vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari quruqlik armiyasi to'rbeti 9-oyning 16-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika quruqlik armiyasidan yetib kelgan 7-piyoda qismlar diviziyasi va Hindistonning 99-tog'tora brigadasi 9-oyning 16-kuni Hindistonning Atlanta shtati harbiy shtab punketida marosim o'tkazib, bu yil o'tkaziladigan urushga tayyorlik qilish belgilik birlashma harbiy manevr o'tkazishning pardasini ochdi. Bu manevr 29-kunigacha davomlashadi. Amerika harbiy taraf tarqatgan suratlardan ko'rib olishga bo'ladiki, Hindiston Amerikaga do'stlikni oshkorlash uchun Amerika manverda Hindiston askarlaridan bir nafar soldatni bayroqchilikqa belgiladi. Amerika matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Bu yil o'tkaziladigan urushga tayyorlik qilish harbiy manevri Yangi Dehlidan 200 ingliz mili Iroqlikdagi tog'liq rayonda o'tkaziladi. 350 nafar Hindiston askariy qismlari va 350 nafar Amerika armiyasi quruqlik armiya askariy qismlari manevrga qatnashadi. Manevr madaniyat almashtirish, ta'lim-tarbiya orqali ikki davlat armiyasining birlashma manevr qilish iqtidorini o'stiradi. Balki ikki davlatning Hind-Tinch okean rayonidagi uzun muddatli hamkorligini ilgari suradi. Manevrga qatnashgan Amerika armiyasining mayori William bunday ko'rsatdi. Bu manevr urushga tayyorlik qilish belgilik harbiy manevrning tunji qatim diviziya darajalik o'tkazilishidir. Va Hindiston Amerika munosabatlarining pishib yetilganligining alomatlaridir. William bunday ko'rsatdi. Bu qatim manevr bizning askariy qismlarimizni bir yerga jam qildi. Kun sayin murakkablashayotgan dunyoda harbiy ta'lim-tarbiya elib berish shubhasizki 21-asrda kurashchanlikni ishga oshirishning zaruriy shartidir. Bugun bizning tirishchanlik ko'rsatadigan oliy nishonimiz ikki tarafning hamkorlik darajasini yuqori ko'tarish hamda bizning hamkorlashib kurash qilish, g'alabani qo'lga keltirish iqtidorimizni yuqori ko'tarishdan iboratdir. 23-piyoda qismlar bo'lki 1-brigadaning qo'mondoni mayor Andrew Setman bu qatimqi harbiy manevr bizning askarlarimiz va Hindiston askarlari uchun aytganda mustaqil tajribalarni sinab qilish bo'lib qoladi. Chunki biz ikkinchi bir xil armiya bilan hamkorlashib harakat qilyapmiz. O'xshash bo'lmagan sistemalarda cheniqish elib boramiz. Bu hamkorlashgan ikki armiya o'rtasida uchurdan bar elishning yaxshi fursatidir. Qani vatandoshlar tasavvuringlarga murojaat qilinglar. Biz shuning munosabatlik bir xabarni yaqinda anglatgan edik. Masalan, bu xabar bunday edi. Bu yerda qayta takrorlab qo'yishga to'g'ri keldi. Masalan, Amerika Hindiston Amerika bilan birlashib jiddiy bexatarlik masalasiga birlikda taqobil turishga taklif qildi. Mavzuli xabar 9-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilingan edi. Diqqat. 9-oyning 1-kuni bu xabar Amerika ovozi e'lon qilindi. 9-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindistonning davlat mudofaa ministrlari va tashqi ishlar ministrlari Yangi Dehlida yig'in ochdi.
Endilikte bugün 9. ayının 19. günü kelgende Amerika armiya piyade kısımla, Hindistan armiyası piyade kısımla birleşip Cungu çegrası yakiyede her bir manevr ötközdi. Dikkat kılın degenim benim işyedi hürmetli vatandaş. Bu haberde nemi deyilgen şu 9. ayının 1. günü Washington, Amerika, Hindistan'da ciddi bir xatarlik meselesi birlikte kabul turuş teklif kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo tunji qatam yangi Dehlini ziyorat qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, davlat mudofaa ministri Jim Mattis, Hindistonning tashqi ishlar ministri Sivaraj va davlat mudofaa ministri Start Malla 9. ayının 6. günü Amerika Hindiston ishga qo'shilgan yuqori darajaliklar suhbati o'tkazildi o'rni yangi Dehli. Bu sohbet ötkazildi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2016 yılı davlat mudofaasi Hindiston muhim hamkorlashuvchi davlat deb jakarlagan. Washington Hindistonga birinchi darajalik savdo tijorat, birinchi darajalik strategik savdo tijorat qilish huquqi bergan. Amerika Hindistonga birinchi darajalik strategik savdo tijorat qilish huquqi bergan. Endi bugun Hindiston quruqlik armiyasi qismlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari quruqlik armiyasi qismlari Hindiston Jungo chegarasida har bir manevr o'tkaz. Ishning boshlanishi agar 9. ayning 1. kuni deydigan bo'lsak, 9. ayning 1. kuni yuqori xabar birlikte takabül turuş ciddi meseleler. İkincisi 9. ayının 6. günü yeni Dehli'de iki devletlerin devlet mudafaa ve tashqi ishlar ministrlerining birlikte yig'in etishi. Bugün 9. ayının 16. günü. Zaman yani makan içinde ilgililayotgan zamanning şu zaman içindeki hareketli qadamlarning qanchalik tez bo'layotganligini tasavvur qilsangiz hurmatli vatandosh, vaziyat bilan birlashtirib qaraya olasiz.